Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Bekoz, ya'ni bugungi o'yinimiz bu Debuster bo'ladi. Bu o'yin juda ham qonli lavhalarga boy bo'lib, 18, 16, 12 yoshdan kichkina bolalarga tark etishini iltimos qolaman. Bu ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'p bilan Qizil bayroqli davlatimiz 82 ta bo'lib turibdi. O'shani 80 ta qo'yamiz, 78 ta bo'lib turibdi. O'shani 80 ta qo'yamiz. Qanchadan beri video olmadim. Sabablar bor. Bu maza qilishlar sizlarga tavsiya beraman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlarda faqat 2 ta qo'l bo'ladi. Mana bu personajim charchab ketyapti. Test ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha qo'li sindirdim. Test o'yinni tugatsak bo'ldi. Keyin kattadan boshqa mir bo'ladi. Test yiqillar. Bo'ldi. Endi keyingi boss har bitta 10 ta raunddan keyin yangi boss keladi. Ularni ko'rib turgan bo'lsangiz, ularda narsalari bor. Tez yo'q qilamiz buni. O'sha ko'rib turgan bo'lsangiz, uni joni keladi. Mana nafasim tugaydi qoldi. Yiqilib qolaman yana. Haydi mana test. Agar men videoning tagida 50 ta like bersanglar, mana shu ikkinchi qismini olaman. Keyin bunda mukammal o'ynashimiz kerak. Mukammal Короче, bu o'yinni ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa o'yin. Har bitta 10 ta raunddan keyin boss paydo bo'ladi. Короче, bizda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bunda shuncha narsa bor. Agar istasanglar bundan challenge ham beringlar. Men challenge qabul qilib bu o'yinda o'ynayman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, menda kaskalar bor. O'sha kaskalar berishni boshladi. O'sha temirdan kaskalar. Tak, kiyimlar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, har xil kiyimlarim bor. Endi orujalar keladigan bo'lsa, har xil orujalar bor. Nayzali, har xil, xilma-xil короче. Bizda 4 xil baza bor. Ko'rsanglar, hammasini 80 ta qildi. Keyingi safar agar mana shu videoning tagida 50 ta yoki mana shu videomda 50 ta like yig'ib beringlar, prosmotr yaxshi bo'lsa, xudo xolasa mana shu ikkinchi qismini chiqazaman. Keyin 120 taga chiqib biz hammaga rahmat. Bo'pti, videoni tugatdim.